Salom, mushuklar dunyosiga xush kelibsiz. Mushuklar haqidagi qiziqarli va haqiqatga asoslangan faktlarni sizlarga aytib beraman. Mushuklarning eshitish qobiliyati insondan ko'ra ancha kuchli hisoblanib, hatto sichqonlarning eng mayda tovushlarini ham juda yaxshi eshita oladi. Ular energiyasini tejash uchun bilasizmi nima qiladi? Ko'proq uxlaydi, ko'proq dam olishga harakat qiladi. Hamda ularning energiyasi tejalishiga sabab bo'ladi. Mushuklarning mo'ylovi esa shunchaki ko'rinish emas, muhim sensor hisoblanadi. Ularga tor joydan o'tish uchun hamda atrofni his qilish uchun yordam beradi. Ular o'zlarini tozalashni juda yaxshi ko'radi. Ular vaqtining ko'p qismini o'zlarini yalab, tozalash bilan band qiladi. Bu nafaqat tozalik, balki stressni kamaytiradi hamda ularga haroratni mo'tadil ushlanishga yordam beradi. Ayniqsa mushuklar balandlikdan tushishda juda mohir hisoblanadi. Chunki ularning tanasi havoda aylanib, buralib, oyoqlarda tushishga moslashgandir. Bu qobiliyat Ridging refleks deyiladi. Mushuklar insonning kayfiyatini oldindan qarab sezishadi. Ya'ni egasining holatini yaxshi bilib, unga yaqinlashish kerakmi yoki yo'qmi, buni oldindan his qiladi. Mushuklar oddiygina ko'rinadi, lekin ularning miyasi juda rivojlangandir. Ular qaror qabul qilish, rejalash uchun ma'lum bo'lgan miya qismlariga ega. Ya'ni mushuklar itlarga qaraganda kamroq itoatkor, lekin mustaqil fikrlash qobiliyati itlarga nisbatan ancha kuchlidir. Ularning eshitish qobiliyati insonnikidan 4-5 barobar yuqori hisoblanadi. Past tovushlarni ham tez ilg'ay oladi. Ular juda kam yorug'likda ham yaxshi ko'ra oladi. Mushuklar qorong'uda odamdan bir necha barobar yaxshi ko'radi. Mushuklar 100 dan ortiq tovush chiqarish qobiliyatiga ega. Ya'ni ularning miyovlashlari har xil ma'nolarni bildiradi. Misol uchun, ochlikni, e'tiborni, xavf-xatarni hamda xursandchilikni, shu kabi bir qancha ma'nolarni bildiradi. Yana ularning eng qiziq holatlaridan biri, ular xonadondagi bir kishini asosiy o'zimning odamim, o'zimning egam deb tanlaydi va shu bilan muloqot qilishga harakat qiladi. Yana bir qiziq fakt borki, mushuklarning dumi kayfiyat oynasi hisoblanadi. Ya'ni ularning dumi agar tik bo'lsa, uning xursandchiligining alomatidir. Agar tez-tez qimirlatib tursa, bilingki u asabiylashayotgan bo'ladi. Agar dumini sizga o'rab olsa, u sizga mehr ko'rsatayotgan bo'ladi. Bilingki, bu mushuk sizni do'stingiz, sizga u o'zini juda yaqin tutgan bo'lib hisoblanadi. Mushuklar haqida ajoyib va qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'lish uchun bizning kanalimizga obuna bo'ling.